Shu yerda turgan hammom hojatxona sanuzelarimizda eng arzondan eng qimmatigacha ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Bu ko'rib turgan hammomimizning narxi bor yo'g'i 15 million so'm bo'ladi. Razdivalkasi alohida qilingan bo'ladi. Xuddi shu ko'rib turgan holatlaringda isitish sistemalarigacha, ventilyatsiyalarigacha qilingan bo'ladi. Bu narxi esa 11 million so'm bo'ladi. Xuddi shu ko'rib turgan holatlaringda bo'ladi. Dushoy simsitida hali qo'yilmabdi, qo'yilgan bo'ladi albatta. Bu hojatxonamiz esa narxi 4 million 800 ming so'm. Bu chashagelli varianti. Narxi bir xil bo'ladi. Qani ketdik. Bu esa sanuzelimiz bo'ladi. Buni narxi 14 million so'm. Xuddi shu ko'rib turgan holatlaringda hamma yo'g'i bekami ko'z qilingan bo'ladi. Ventilyatsiya tizimi zazemlilarigacha qilingan bo'ladi. Bu esa 13 million so'mlik variantimiz. Ko'rib turganlarda hammasida har xil arzon qo'yilgan. Bu hali santexnik ishlari tugamabdi. Buni ham narxi bor yo'g'i 13 million so'm. Bu esa bizda 13 million so'mlik variantimiz rakminalari ichiga qo'yib ketilgan. Xuddi shu ko'rib turgan holatlaringda bo'ladi. Bu esa 5 million 300 ming so'mlik variantimiz. Xuddi shu ko'rib turgan holatlaringda bo'ladi. Bu suvlari xuddi shu yerdan tushib ketadi. Agar ko'rsatib o'tgan hammom hojatxonalarimiz, sanuzellarimiz yoqmagan bo'lsa, profilimizga kiradigan bo'lsangiz, yanada ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bizda Viberlar nihoyatda ko'p. Yoki Telegramda yozadigan bo'lsangiz, narxlar bilan kataloglarni tashlab beramiz. Bittadan like bosib qo'yishni unutmang.